bugun aynan mana shu qarindoshingizni biroz boshqa qirralarini ko'rishni boshlaysiz. Men tadbirkorman. Oddiy tadbirkor emas, bloger tadbirkorman. Shundaman, siz aytganchalik infolulilikka o'tdimmi? Eng birinchi reysning o'zida 550 ta, ikkinchi reysda esa 750 ta. Kichik tadbirkorlikni bitta men emas, balkim siz qarindoshlarim ham qilishingizni xohlayman. YouTube'dagi qarindoshlar, barchaga salom. Qarindoshlar, aynan mana bu har doim kulib turadigan istaralikkina qarindoshingizni YouTube orqali qanday qilib topgansiz? Katta ehtimol bilan sizdagi eng birinchi variant bu har xil bir-biridan qiziq retseptlarni sinab ko'rsatadigan o'xsharmikan yo'nalishi orqali. Yoki-da ikkinchi variant bu Xitoydan zakaz qilgan har xil mahsulotlarimni sizga ishlatib ko'rsatib beradigan obizg'atini sinab ko'rishga g'ak yo'nalishim orqali. Yoki-da eng oxirgi variant bu meni o'zimni chin bozor do'konimdagi mahsulotlarni reklamasidan taniganmisiz? Shunda aynan mana shu uchala variantdan qay birida meni YouTube orqali topgansiz va YouTube orqali men bilan qarindosh tutingansiz? Fikringiz men uchun juda ham muhim. Qanday qilib meni topganingizni albatta kommentariyada yozib keting qarindoshim. Xo'sh qarindoshlar, bugun aynan mana shu qarindoshingizni biroz boshqa qirralarini ko'rishni boshlaysiz. Qanday qilib deysizmi? Qarindoshlar, ko'pincha meni aynan mana shu retseptlar orqali oshpaz deb o'ylashadi. Qarindoshlar, men umuman oshpazlikka aloqasi yo'q insonman. Men tarix bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, kasb bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, farmatsevtman. Ajoyib, ha? Farmatsevtikani bitirgan odam qarindoshlar deb Instagramga chiqib do'kondagi mahsulotlarni reklama qilish juda ham ajoyib bo'lsa kerak-a? Ha, qarindoshlar, aslida men oshpaz emasman. Juda ham ko'pchilik mana shu yo'nalishlarim orqali, ya'ni retseptlarni sinab ko'rsatib berganim orqali meni oshpaz deb o'ylashadi va juda ko'plab ko'rsatuvlar oshpazlik ko'rsatuvlariga meni chaqirishadi oshpaz sifatida. Lekin men oshpaz emasman qarindoshlar. Meni asl o'qigan kasbim bu farmatsevtikadir. Lekin bu sohaga nimagadir qiziqmayman qarindoshlar. Hozirda chin bozor do'konim qarindoshlar uchun bo'ladigan bo'lsa, o'z kasbim orqali ketadigan bo'lsam, qarindoshlar uchun aptekasi bo'lgan bo'lar edi qarindoshim. Lekin unday bo'lmadi, chunki qiziqmayman. Bu men xohlagan va men mazza qiladigan kasb emas. Eshitilishi juda bir ajoyib bo'lsa kerak qarindoshim. Farmatsevtikaga o'qib turib, farmatsevtlik qilmasa, har xil retseptlarni sinab ko'rib oshpazlik qilayotgan bo'lsa, oshpaz emasman deyotgan bo'lsa, unda kimsiz deydigan bo'lsangiz, qarindoshim, men tadbirkorman. Ha qarindoshlar, men tadbirkorman. Oddiy tadbirkor emas, bloger tadbirkorman. Albatta tadbirkorlik bu menga ota kasbdir qarindoshlar. Otam savdogar va men ham aynan shu ota kasbimni egallagan holatda savdogarlik, ya'ni tadbirkorlik qilaman. Esimni taniganimdan beri savdoni ichidaman desam ham bo'ladi qarindoshlar. Xo'sh, bu narsalarni sizga nimaga gapirib beryapman? Eng asosiy sababi men o'zimni onlayn maktabimni ochdim. Bu onlayn maktabimni nomini aytishimdan oldin ogohlantirib qo'yay qarindoshlar. Nomi sizga qandaydir pafosli eshitilishi mumkin, qandaydir g'alati eshitilishi mumkin. Lekin yaxshi niyatda Big Money School, ya'ni katta pullar maktabi deb atadim. Albatta bu yaxshi niyatda qarindoshim. Bu sizga katta pullarni topishni va'da qiladigan maktab emas. Umuman, chunki kimdir uchun 2 million so'm juda ham katta pul, kimdir uchun esa 20 ming dollar ham juda ham kam pul. Ya'ni katta pul bu hammani tushunchasida har xil va bu juda chuqurlashadigan mavzu emas qarindoshlar. Yaxshi niyatda Big Money School qilib qo'yildi. Katta pullar maktabi va chuqurlashmaymiz. Ha qarindosh, ochiqchasiga aytib qo'ya qoling, birato'la tadbirkorlikdan infolulilikka o'tdim demaysizmi? deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin qarindoshim. Yetmaganiga maktabimiz nomi Big Money School bo'lsa, haqiqatimda qaraganda infolulilikka qarab tortadigan joyi bor-a? Ha, YouTube'dagi har xil videolarni ko'rmay qoling qarindoshim. O'sha har xil videolarni ko'rganingizdan hamma sizni ko'zingizga infoluli bo'lib ko'rinishi boshlagandek. Xo'sh qarindoshlar, shunda men siz aytganchalik infolulilikka o'tdimmi? Ya'ni infosiganga o'tdimmi? Endi buni siz nima deb atashingiz, bu sizning ishingiz qarindoshim. Lekin men bu Big Money School onlayn maktabimni ochishimdan asosiy maqsad bu O'zbekistondagi kichik tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida ochdim qarindoshlar. Va bu maktabni ochganimga, ya'ni Big Money School onlayn maktabimni ochganimga allaqachon 2 yil bo'lib qoldi qarindoshim. Hali 2 yil bo'lmadi, 2 yil bo'lish arafasida. Ya'ni 2024-yil 1-oktyabrda aynan mana shu Big Money School onlayn maktabimga asos soldim va
dars berishni boshladim. Nima bo'yicha dars berdingiz qarindosh? Ish qilib xotinlarga psixologiya bo'yicha dars emasmi? Deyishingiz mumkin qarindoshim. Yo'q, qarindoshlar, psixologiya bo'yicha emas. Albatta bu xursand qiladi. Men 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab o'zimni Big Money School onlayn maktabimda Xitoydan mahsulotlarni qanday qilib zakaz qilishni o'rgatishni boshladim. Va eng qizig'i, aynan mana shu maktabni ochganim haqida va aynan mana shu maktabimda Xitoydan zakaz qilishni o'rgatishim haqida ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimda e'lon qilganimdan so'ng birinchi reysni o'zida 550 ta insonga Xitoydan zakaz qilishni o'rgatdim qarindoshlar. Tekingami deydigan bo'lsangiz, yo'q qarindoshim, tekin emas. Ikkinchi reysda, ya'ni noyabrda esa 750 ta insonga Xitoydan zakaz qilishni o'rgatdim. Ya'ni onlayn maktabimda men Xitoydan zakaz qilishni o'rgatishimni boshlaganimni e'lon qilganimdan so'ng eng birinchi reysni o'zida 550 ta, ikkinchi reysda esa 750 ta va shu ketma-ketlikda shu bugungacha 7000 tadan ziyod insonga, ya'ni qarindoshlarimga Xitoydan zakaz qilishni o'rgatdim qarindoshlar. Qarindosh, bu Xitoydan zakaz qilishni kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bilan nima aloqasi bor deydigan bo'lsangiz, aynan mana shu joyda javob berib o'tib ketay qarindoshim. Kichik tadbirkorlikni rivojlantirishga Xitoydan zakaz qilishni ahamiyati juda ham katta. Ya'ni qanday qilib? Tasavvur qilaylik qarindoshim. Tasavvur qilaylik. Taxminan 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan bir ayol, uy bekasi va nimadir ish boshlamoqchi, nimadan boshlashni bilmaydi. Qo'lida telefoni bor va aynan mana shu telefonidan qanday qilib nimadir qilib pul topish haqida o'ylab yuribdi-yu, qanday qilishni bilmaydi. Va aynan mana shunday insonlarga men birinchi bo'lib noldan birgina telefon orqali qanday qilib mahsulotlarni Xitoydan originallarini juda ham arzon narxga olishni o'rgataman. Tadbirkorlik qani deydigan bo'lsangiz, qarindoshim, aynalay o'zim biram shoshqaloqsiz ey. Aynan mana shu Xitoydan zakaz qilishni o'rgatganimdan keyin asosiy tadbirkorlik boshlanadi. Ya'ni Xitoyda mahsulotlar juda ham arzon. Buni siz ham, men ham juda yaxshi bilamiz qarindoshim. Aynan mana shu arzon mahsulotlarni siz olib keltirishni boshlaganingizdan keyin albatta uni aniq sotishni boshlaysiz. Va eng asosiysi juda yaxshi foyda bilan sotishni boshlaysiz. Axir biz 21-asrdamiz-ku qarindoshlar. 21-asrda birgina telefonimiz orqali, qo'limizdagi, aynan shu meni videolarimni ko'rayotgan qo'lingizdagi telefoningiz orqali siz 5500 km uzoqlikdagi Xitoydan arzimagan bitta dona mahsulotni ham zakaz qilib olib keltirib, juda zo'r foyda bilan sotishingiz mumkin. Ha qarindoshim, men aynan mana shuni o'rgatishni boshladim. Ya'ni qanday qilib mahsulotlarni 5500 km uzoqlikdagi Xitoydagi mahsulotlarni uydan umuman chiqmasdan turib, uyda o'tirgan holatda Xitoyga borishni umuman keragi yo'q. Xitoyga bormasdan turib, Xitoydagi mahsulotlarni Xitoy narxida qanday qilib sotib olishni o'rgatishni boshladim. Aynan mana shu Xitoydan zakaz qilishni o'rgangan qarindoshlarim sekin-astalikda o'zlarini kichik bizneschilarni boshlashdi. Ya'ni ko'plab mahsulotlarni Xitoydan olib keltirib, juda yaxshi foyda bilan sotib, sekin pullarni ko'paytirishni boshlashdi. Albatta, esingizda bo'lsa, maktabda nomi nima edi? Yaxshi niyatda Big Money School, ya'ni katta pullar maktabi edi. Va aynan mana shu meni kuzatayotgan ko'plab qarindoshlarimga birinchi o'rinda Xitoydan zakaz qilishni o'rgatdim. Keyin u mahsulotlarni qisman qanday qilib sotishni o'rgatdim va sekin katta pullarni topishni boshlashmoqda. Aytib o'tganimdek, shu bugungacha Big Money School onlayn maktabimizda 7000 tadan ziyod insonlarga Xitoydan zakaz qilishni o'rgatdik. Va albatta bu 7000 ta insonning hammasi tadbirkor bo'lgani yo'q qarindoshlar. Sababi tadbirkorlik yo'li siz o'ylaganchalik oson emas. Albatta tadbirkorlikni ham o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Ana endi sizga natijalarimiz bilan bo'lishmoqchiman qarindoshlar. Men qarindosh 12-reyslarda o'qigan o'quvchilar bo'laman. Hozirda biznes tariflarida ham o'qiyapman. Sizlarga o'zimni qilgan kichkina biznesim bilan bo'lishmoqchiman, chiqqan daromadim bilan. 12-reysni bitirish arafasida bizga qarindosh primoy efir orqali aloqaga chiqib, echki sutidan qilingan tabiiy yo'l bilan qilingan original maska haqida ma'lumot berdilar. Hozirda u maska 84 tasi skidka narxda dedilar. O'shani olib keltirib sotsanglar, kargon narxlar bilan sizlarga 3000 so'mdan aylanadi deb bizga shunaqa yo'l yo'rig'ini o'rgatdilar. Keyin men o'zi hech qanaqa biznesmen emasman, hech nima anaqa sotmayman ham, olib keltirib faqat xo'jayinim bilan zo'r magazinlar bor, o'sha yerga tovar uraman. O'shani orasida efir tugagandan keyin do'konga tovar urayotganimda Allohga tavakkal qilib 84 ta maskani zakaz qildim. Qanaqa sotaman, qayerda sotaman, nima qilaman bilmayman. Keyin u maskani 23-sentyabr kuni qo'limga oldim. 84 ta maska keldi. Qarindosh aytganlari bo'yicha
3 ming so'mdan aylandi menga u kargosi bilan. Keyin men uni 29-sentyabrgacha 5 kun ichida men 54 ta maskani sotib bo'ldim. Donasini 20 mingdan sotib, tikkan pulimdan tashqari men 1 milliondan oshiq daromadga chiqdim. Mana shu bir haftaning ichida o'zim kichkinagina biznes qilib, shunaqa daromadga chiqdim. Menimcha normal ayol kishi uyda o'tirgan, yosh bolasi bor ayol kishiga 5 kun ichida 1 million $100 oshiq pul topishi norma deb o'ylayman. Men birinchi patok o'quvchisizman. Mana shu Xitoydan narsa zakaz qilish bo'yicha o'qiganman. To'g'risini aytsam, sizdan juda ham xursandman. Zo'r narsalar zakaz qildik, olib keldik, foydalanganmiz. Oldinlari onamlar Xitoyga borib, Xitoydan narsa olib kelib zakaz qilardilar. Borib kelish xarajati ozmuncha pul bo'lmasdi. U yoqda yashash xarajatlari juda ham katta pulga ketardi va har doim menga mana shu u yoqdagi narsalar juda arzon-da, u yoqni ko'rib kelganingdan keyin O'zbekistonda narsa olging kelmaydi. U yoqda narsalar arzon-da degan gaplarni ko'p aytardilar. Endi o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmaguncha ishonmasdik. Haqiqatan narsalar juda ham arzon va nima deydi, puli o'zi bilan qoladigan kurs deb bemalol ayta olaman. Ozgina tadbirkorlik faoliyatim ham bor. Bugungi kunda mana shu Xitoydan olib kelgan narsalarimni tadbirkorlik faoliyatida ham qo'llab ko'rishga harakat qilyapman. Olib kelgan narsalarim haqiqatan zo'r chiqdi. Haqiqatan ham yaxshi, ko'nglimdagidek. Men 12-resda o'quvchisiman. Yalinib sotish emas, yalintirib sotish degan menga bergan hali saboqingiz, mana shu nimada gruppada o'rganyapmiz. Juda ham mana shunisi ma'qul bo'ldi. Tajribam savdoda katta, yaxshigina tajribam bor. Lekin shu vaqtgacha yalinib sotar ekanman. Hozir bunday o'ylab qarasam, sizni fikringiz qanday qilib chiroyli reklamani olib borish, qanday qilib sotishni o'rganishlar va yana ichki marketinglar hammasida hali juda ham sirlari nihoyatda ko'p ekan. Ana shunaqa qarindoshlar, bu hali hammasi emas. Bizda natijalar hozirgi kunda Xudoga ming shukr juda ham ko'p. Va bu natijalarni hammasini siz bilan bo'lishadigan bo'lsam, ertalabgacha bu natijalar tugamaydi qarindoshim. Xo'sh, bu narsalarni o'zi sizga, ya'ni YouTube'dagi, aynan siz YouTube'dagi qarindoshlarimga nega gapirib beryapman? Eng asosiy sababi qarindoshingiz siz bilgan oshpaz obrazdagi oshpaz emas qarindoshim. Qarindoshingiz tadbirkorman va tadbirkor bo'lib, nafaqat o'z chin bozor do'konidagi mahsulotlarimni sotaman, balki meni kuzatayotgan qarindoshlarimga qanday qilib mahsulotlarni Xitoydan olib keltirib, uni Instagram orqali sotishni o'zim 8 yildan beri qilayotgan ishimni o'rgatish bilan shug'ullanishni boshladim. Aynan mana shuni aytish uchun shu videoni oldim deya qarindosh. Bunday bir o'ylab qarasam, men eng bir qariya blogerlardan ekanim qarindoshim. Eng bir qariya bloger deganim 2018-yildan beri o'z mahsulotlarimni Instagram orqali sotish bilan shug'ullanib kelar ekanman. Ya'ni qarindoshingiz O'zbekistonda eng birinchilardan bo'lib, o'z mahsulotlarini Instagram orqali sotayotgan savdogar hisoblanaman. Bemalol qarindoshingiz bilan faxrlanib yursangiz bo'ladi qarindoshim. Va aynan mana shu ishni nafaqat o'zim, balkim mana qarindoshlarim ham qilishini xohlayman. Ya'ni kichik tadbirkorlikni bitta men emas, balkim siz qarindoshlarim ham qilishingizni xohlayman. Qarindoshlar, hozirgi kunda bilasiz, juda ham ko'plab xitoyliklar O'zbekistonga ko'chib kelishmoqda va o'z savdolarini yo'lga qo'yishmoqda. Ularni omadini bersin, ularga omad tilayman. Lekin aynan shu xitoyliklar olib kelib sotayotgan ko'plab mahsulotlarni xitoyliklar emas, aynan siz qarindoshlarim sotishingiz mumkin. Ha, qarindosh o'zingiz sotmaysizmi deydigan bo'lsangiz, qarindoshim, Xitoyda mahsulotlar juda ham ko'p va uncha mahsulotni hammasini men sota olmayman. Men aynan oshxona buyumlarini sotaman. Lekin siz bitta yo'nalishni, yana bir qarindoshim yana bitta boshqa yo'nalishni, yana bir qarindoshim umuman boshqa yo'nalishdagi mahsulotlarni Xitoydan olib keltirib sotishingiz va shu bilan birgalikda pul topishingiz mumkin. O'sha mahsulotlarni xitoylik O'zbekistonga kelib sotganidan ko'ra, aynan mana shu vatanimizda yashab turgan vatandoshlarimiz sotgani meni ko'proq xursand qiladi. Qarindoshim, aynan sizga 5500 kilometr uzoqlikdagi Xitoydan mahsulotlarni juda ham arzon narxga olib keltirib, aynan o'sha mahsulotlarni Instagram orqali qanday qilib sotish qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefoningiz kamerasi orqali mana shu QR kodni skaner qiling va bizni yopiq Telegram kanalimizga ulanib oling. Xitoydan mahsulotlarni zakaz qilib, u mahsulotlarni Instagram orqali sotish bo'yicha barcha ma'lumot mana shu QR kod orqali kirilgan yopiq Telegram kanaldadir. Yoki-da aynan mana shu video ostida men yopiq Telegram kanalimizning linkini qoldiraman qarindoshim. Ha, qarindosh, aynali o'zim emasdan, biram sizni yaxshi ko'raman. Lekin hozir Instagramga kirsang ham Xitoydan zakaz qilishni o'rgatamiz. Yoki Telegramga kirsang ham Xitoydan zakaz qilishni o'rgatamiz. Qayoqqa qarama hamma Xitoydan zakaz qilishni o'rgatayotgan bir davrda nega aynan mendan Xitoydan zakaz qilishni o'rganishingiz kerak? Mana shu savol sizni qiziqtirayotganiga aminman qarindoshim. Va
Aynan mana shu videoni ikkinchi qismida men to'laqonli nima sababdan Xitoydan zakaz qilishni mendan o'rganishingiz kerakligini va Xitoydan zakaz qilishni o'zi naqadar oson va naqadar qiyin ekanligini, Xitoydan mahsulotlar zakaz qilsa o'zi keladimi, o'zi rasmdagi keladimi yoki yo'qmi? O'zi Xitoydan zakaz qilib qanaqa mahsulotlarni olib kelib zo'r foyda bilan sotsa bo'ladi? Bu real misollar bormi? Aynan mana shular haqida mana shu videoni ikkinchi qismidan boshlab to'laqonli tushuntirib berishni boshlayman qarindoshim. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr qarindoshlar. Aytgancha, qarindoshingizni a'zo bo'lmasdan kuzatishingiz yaxshi emas qarindoshim. Qarindoshingizga YouTube kanaliga podpiska bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ymasangiz, ikkinchi videodan quruq qolib ketasiz. Keyin nima uchun mendan Xitoydan zakaz qilish kerakligini o'rganishni, nima uchun Xitoydan original mahsulotlarni olish mumkin emasligini, juda ko'plab narsalardan quruq qolasiz. Hoziroq pastdagi qizil knopkani bosib qarindoshingizni YouTube kanaliga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqcha knopkasini bosib qo'ying qarindoshim. Shunda ancha-muncha narsalardan quruq qolmaysiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha qarindoshim.